Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Mush ayning 16-kunidan 18-kunigacha Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlik hay'ati Keniya poytaxti Nayrobida chaqirilgan xalqaro diniy erkinlik boshliqlari yig'iniga qatnashib bir yurish lobby faoliyatlari olib borgan. Mol madaniyat, an'ana va ma'naviy meroslarning makoni bo'lgan Keniya dunyodagi nopos eng tez ko'payayotgan va murakkab diniy erkinlik xirisiga duch kelgan rayon bo'lib qolmay yana yer shari diniy erkinlik harakatini ilgari surish, dunyoning tinchligi, muqimlik va imkoniyatli sijil taraqqiyotini ilgari surishda intayin muhim yer bo'lib kelmoqda. Bu yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiyidan qurultay raisi Turg'unjon Aloviddin, Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Aysa, qurultay muavin raisi Zumratay Erkin, qurultay ijroiya komitetining raisi Ro'shan Abbos va Markaziy Amerikadagi Uyg'ur tadqiqot markazining raisi Abdulhakim Idris qatorliqlari taklif bilan qatnashgan. Qurultay raisi Turg'unjon Aloviddin apandi ziyoratimizni qabul qilib, Afrikadagi bir qism diniy rahbarlar, diplomatlar va Afrika davlatlaridagi siyosatchilar va tadqiqotchilarning Uyg'ur masalasiga ko'ngil bildirganligi haqida va'da berganligini bildirib, bu haqda ma'lumot berib o'tdi. Biz Keniya poytaxti Nayrobida o'tkazilgan Afrika diniy erkinlik konferansida nurg'unlagan davlatlardan kelgan diniy olimlar, diniy rahbarlar bilan ko'rishish fursatiga erishdik. Bu jarayonda bo'libmi Amerika diniy erkinlik komitetining sobiq raisi Sam Brownback apandi bilan ko'rishdik. Bu kishi bizni qizg'in qarshi oldi. U kishi shu qatimliq Afrikada o'tkazilgan, ya'ni Afrikada tunji qatim o'tkazilgan diniy erkinlik yuqori darajalik boshliqlar yig'inini o'rinlashtirgan kishi. Undan boshqa biz yana Afrikadan nurg'un davlatlardan kelgan yuqori darajalik diniy amaldorlar bilan, diniy ulamolar bilan, diniy rahbarlar bilan ko'rishdik. Bu jarayonda xususan Keniya Xalqaro tinchlik fondining Afrika qit'asi va Keniya direktori Daniel Juma Umudi degan kishi bilan ko'rishdik. Bu kishi biz samimiy shaklda bizni qarshi oldi, kutib olgan bo'ldi. U kishi bilan yaxshi suhbat o'tkazdik. Uyg'urlarning hozir uchayotgan diniy besim, irqiy qirg'inchilik masalalar haqida suhbatlarimiz bo'ldi. Undan boshqa yana Amerika Pepperdine Universitetining bosh katibi Daniel Danny DeWalt degan kishi bilan ko'rishdik. U kishi mushqatimliq Afrika diniy erkinlik yig'inini o'rinlashtiruvchilarning birisi. Shuning sponsori bo'lgan universitetning bosh katibi. Ondan keyin doktor Joseph Servada degan kishi bilan ko'rishdik. Bu bir xristian diniy olimi. Bu kishi Uganda dinlararo dialog komitetining raisi ekan. Bu kishi bilan chiroyli suhbatimiz bo'ldi. Demak, bu qatimki yig'in jarayonida biz Afrika qit'asidagi diniy rahbarlarga Uyg'urlar uchrayotgan diniy jihatdagi besim, Uyg'urlarning diniy erkinligining bo'g'ilishi va Uyg'urlarning hozir dinga e'tiqod qilganlik sababidan Xitoy tarafidan irqiy qirg'inchilikqa yo'l qo'yayotganligi haqida suhbatlar o'tkazdik. Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Aysa apandimmo ziyoratimizni qabul qilib, bu yig'inga qatnashishdagi maqsadlarning asosligi bu yig'inga qatnashgan Afrika davlatlari va dunyoning har qaysi joylaridan kelgan diniy rahbarlar, siyosatchilar, tadqiqotchilar va yig'in qatnashchilarga Uyg'ur masalasini tanitish, Afrika qit'asida Uyg'ur masalasini kengaytirish ekanligini va bu qatimqi Afrika safarining nihoyat muvaffaqiyatli bir safar bo'lganligini bildirib o'tgan. Bu qatimqi Keniya ziyoratimizning asosiy maqsadi Keniyaning poytaxti Nayrobida 6-oyning 16-kundan 18-kunigacha ochilgan xalqaro diniy e'tiqod erkinlik yig'ini, ya'ni Afrikadagi diniy masalalarni asos tema qilgan holda muzokaralashgan bir yig'inga taklif bilan qatnashdik bir hay'at sifatida. Buning qatnashishimizning maqsad bu yerda Afrikaning har qaysi davlatlaridan kelgan hukumat arboblari, yuqori darajalik diniy zotlar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining xodimlari, yozuvchilar o'xshaydigan
bir qism insonlar bilan tanışış, fikirleşiş ve bir yerde Xitay hükümetinin Uygur musulmonlarga qarata epirayotgan dini etiqad jihatdagi cheklemalarini kun tartibga ekilish, bu orqali Uygur erkiy qirg'inchiligini Afrika qit'asida kengaytirish. Çünkü 2021-de 7. navbatlik Dünya Qurultayının algan bir qararı var. Uygur erkiy qirg'inchiligini Avrupa ve Amerika kıtalarını asas kanalda Dünya Qurultayı başlık teşkilatlarının ciddi hizmet kılışı ondan artık parlament bunu kabul kıldı. Ama dünya diğerlik Şimali Amerika, Kanada, Avustralya ve yakibamızı Japonya, Avrupa emas. Yer şarının cenubi kısımlarında Xitay'a ait aktif bir faaliyet yapıyordu. Bu Latin Amerika'da, Afrika'da tesirini güçeytip, iktisadi güçünü paylanıp bir yerde o milletler, o devletlerdeki halklar Xitay'ın hakik aptevşerisi bilmeydi. Onun için vakitlik iktisadi menfaat bilen Xitay'ın dumbuğunu çalıdığan Birleşken Devletler Teşkilatı Uygurlar hakkındaki bazı kararlarını sütten cimtir oladığan ve yakibimiz Xitay'ın kollaydığı pozisyonu kösetkenliği için Dünya Qurultayı özümüzden bu lobi faaliyetlerimizni Cenubi Yerim Şark'a, cümleden Latin Amerika'ya ve Afrika kıtalarına kengaytiş kararını kabul kılgan. Bu kararının royu boyunca 2023 yılda Cenubi Latin Amerika'daki devletlerini ziyaret kılıp bir kısım faaliyetlerini yapılan 2024 yılının ahırlarında mı Cenubi Afrika ve Gambiya okşaş bir kısım devletlerini ziyaret kılıp bu Afrika ziyaretlerimizin tuncu kademlerini baskılanan bu katım Kenya'daki bu dini itiqad erkinlik yığından faydalanıp yana bu faaliyetlerimizi güçleytiş, Allah torlarımızı kengaytiş asası maksat kılıp bir yerge bağdık. Tuncu bir ziyaret buluşu qaramay Kenya'ya ve Xitay'nın tesirinin güçlük bulgan devlet buluşları qaramay biz 4-5 günlük bu ziyaret jarayonida Kenya'nı düşünüş, bu Kenya arqılı Afrika kıtalarını düşünüş ve bir yerde gelecekte qandaq bir faaliyetlerini Kenya arqılı Afrika'daki başka devletlerə qandaq təsir qıla alayımız degan meselede yaxşı bir başlangıç, yaxşı bir təsir yüzümüz bugün iş oldu. Hem Tunci Uygur meselesini, Uygur kırgınçılığını tanıştırış programımızını muvaffakiyetli ötü dep oylayman. Onun başka bir yerde bu devletinin sanatını, yezigiligilerini tatip biraz körüş. Çünkü Xitay'ın bir yerinin sanat için veya ki iqtisadi için qançalik tesirinin bağlılığını analiz qilish muhimdi. Bularını körüş fırsatlarımız oldu. Bu devletin siyasi sistemini düşünüş fırsatlarımız oldu. Nəhayət muvaffakiyetli bir sefer oldu. Bu yığının qatnaşqan Dünya Uygur Qurultayının muavin reisi Zümrət Erkin xanımның bildirişçi, mazkur yığında riyasetçinin Dünya Uygur Qurultayıdan bir heyetning Uygurlarni temsil qilib kelganligini tanıştırgan. 2 günlük faaliyet jarayonida Kenya televiziyasining maxsus ziyoratini qabul qilib, Afrika devletlerine Uygurlar ve Uygur erkiy qirg'inchiligini tanıştırgan. Bizning tunji qitimliq Kenyadagi safarimiz nihoyatda yaxshi oxirlashdi va bu jarayonda bizning Dünya Uygur Qurultayıdan bir heyet bağınımızın bir yaxşı bir faydası oldu ve bu yerda bizni bu yerda tanıştırıp Dünya Uygur Qurultayıdan kelganligimizni ve Uygurlarni temsil qilib kelganligimizni bu yerda tanıştırdı. Ondan sırt yana nurg'unlagan şu Müslüman devletdagi tadqiqotchilar, teşkilatlar bilan şu sababni ko'rishaldik ve buningdagi şu Müslüman devletlerde ve İslami dünyasida qandaq lavani qaysi şekilde ve elib borayotganimiz to'g'risida muzokaralarni qilgan bo'ldik. Onundan sırt yana bu Kenya'nın özümü bir qancha faaliyetlerini o'rinlashtirdik, bir qancha elchixonalar bilan ko'rishgan bo'ldik. Onundan sırt yana şu Kenya Broadcasting Corporation deb KBC degan bir davlat kanalida bir ziyoratga erishgan bo'ldik. Onunda Uyg'urlar to'g'risida ma'lumot bergan bo'ldim. Onundan sırt yana şu Kenya'dagi eng cho'ng bir universitening o'quvchilari bilan bir suhbat programmasida qatnashdik. Şununla tunç qitim bolsumu ve ensizlerimiz bolgan bolsumu bu qitimki safarimiz yaxshi oxirlashdi, natijelik bo'ldi ve bunundan keyin Afrikada ve bulupmu Kenya'daki bir qancha teşkilatlar bilan hamkorlashish fursatlariga ega bo'ldik. Bu yığın mutaxassislar gruppasining yetakchiligida yığının qatnaşqıçılar har qaysi hukumat harakatining Afrikadagi diniy erkinlikka ko'rsatadigan ta'siri, mazhab zo'ravonlik yuz bergan rayonning tinchligini asliga keltirishda o'ynaydigan xalqiliq rol ustida muloyiza ilib bordi ekan. Kanada Uyg'urlari Mehmet To'xta apandining Uyg'urlar uchun qilgan xizmatlari uchun taqdirladi. Kanada Sharq Turkiston jamiyati 21 iyun kuni Kanada Uyg'ur masjidida kutilish faoliyati o'tkazib, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xta ve mazkur organning a'zolarini Uyg'ur xalqi uchun qilgan xizmatlari uchun taqdirlagan.
Mehmet To'xti va uning tashkiloti yillardan beri fitna ig'voga parvo qilmay untinsiz harakat qilib, Kanadaning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishi va Kanadaning 10 ming Uyg'urni Kanadaga yo'tkash qonunini qabul qildirish va ijro qilish jarayonida ko'rinarli xizmat ko'rsatgan bo'lib, bu faoliyatga Kanadadagi bir qism Uyg'urlar, Kanadaga yangidan kelgan va Tayland turmasidan qutulib chiqqan kishilar qatnashgandan boshqa yana Kanada parlament a'zosi, Uyg'ur ko'chmanlar qonunini ma'qullashda alayda xizmat ko'rsatgan Samir Zubayri, mazkur tashkilotning a'zosi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi kishilik huquq komitetining mudiri Kavsar Komil qatorliqlarga tashakkur bildirilgan. Kütüliş faoliyati jarayonida Kanada Sharq Turkiston jamiyatining raisi Shavkat Imom tarafidan Mehmet To'xti apandiga tashakkurnoma taqdim qilingan. Mukofotni topshirib olgan Mehmet To'xti apandi o'ziga bu mukofotni loyiq ko'rgani uchun Kanada Sharq Turkiston jamiyati, Kanada Uyg'urlari bu jarayondagi xizmatlarini qo'llagan, duo qilgan barliq vatanparvar kishilarga rahmatini bildirib, bizning xushalligimizning manbasi dal har yerda ezilgan, xo'rlangan, chetga qiqilgan, xotirjamlikka erishalmagan aziz millatimizning yuzidagi kichkina tabassumdan keladi degan. Mazkur faoliyat haqida ma'lumot berib, stansimizning ziyoratini qabul qilgan Kanada Sharq Turkiston jamiyatining raisi Shavkat Imom apandim mundaq degan. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hammanglar bilgandek M62 programmasi bo'yicha Kanadaga Turkiyadan kelgan qarindoshlarimizni kutib olish maqsadida 6-oyning 21-kuni shanba kuni Uyg'ur masjidida keng ko'lamlik bir faoliyat o'tkazdik. Bu faoliyatda Toronto atrofi va Montreal, Ottawa bo'lib jami 150 dan 200 ga yaqin qarindoshlarimiz kelib qatnashdi. Bu faoliyatga mushu M62 programmaga kuch chiqargan bir qism millat vakillari kelib qatnashdi, ham so'z qildi. Ularning ichida Samir Zubayri, Dan Mois, Simonjan degandek 3 millat vakili, undan boshqa yana bir millat vakili bor. Jami 4 millat vakili qatnashgan bo'ldi. Bu ishga boshdan oxiri yetakchilik qilayotgan Mehmet To'xti qarindishimizga mukofot berdik, ham buningga kuch chiqargan Qiyimga mukofot berdik, Kavsarga mukofot berdik. Shunday qilib nihoyat yaxshi bundan bir faoliyatni tugatdik. M62 munosabat bilan kelayotgan barliq qarindoshlarimizga, buningdan keyingi keladigan qarindoshlarimizga Kanadaga kelganda hargiz ansirab qolmanglar deyman. Bu yerda bir cho'ng bir jamoat bor. Har vaqt sizlar bilan birga qanday xizmatlaringlar bo'lsa, ishlaringlar bo'lsa, biz bilan aloqalashsanglar bo'ldi deymiz. Hammanglarga salomatlik tilaymiz. Rahmat. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.